To'g'ri ovqatlanishning yana bitta tamoyili tuzni kamaytirish. Siz kardiologning hisobida turasiz, ya'ni sizda yurak qon tomir muammosi bor. Siz doimiy dori ichishga majbursiz. Unda siz qanday qilib xavfli omillarni, ya'ni xavfli asoratlarni profilaktika qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ovqatlanishga odatlaning. Agar qandli diabetga chalingan bo'lsangiz, o'zingizning maxsus berilgan ovqatlanish rejimi bo'yicha ovqatlanishga harakat qiling. Va albatta harakat. Yurakda jiddiy kuchli muammolar bo'lsa, kardiologingizni ruxsati bilan yurish, uni yurishning qancha qadamini me'yoriy ko'rsatkichlarni sizning vrachingiz albatta sizga tavsiya etadi. Tuz bevosita organizmda suvni ushlab qoladi va qon bosimini oshishiga olib keladi. Siz o'zingiz asoslanmagan holatda tuz miqdorini bir sutkada 3 grammgacha kamaytirsangiz, sizdagi bo'layotgan barcha biokimik jarayonlar o'z-o'zidan me'yorlashishiga sababchi bo'ladi. Va kuchli, qovurilgan, haddan tashqari ziyod, yog'li mahsulotlardan tiyinish. Bu albatta qondagi xolesterin miqdorini oshib ketishiga va doringizni, ichayotgan doringizni samarasini oshishiga yordam beradi.